Assalomu alaykum azizlar. Moskvadan O'zbekistonga, Moskva Toshkent, Moskva Samarqand yo'nalishida avtobuslarimiz qatnash davom etyapti. Bugungi 3 ta reysimiz bor. Uchalasiga ham baravariga yo'lovchilar joylashyapti azizlar. Ketmoqchi bo'lganlarga shoshish nomerlar ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Transportlarimiz ideal darajada. Kanalga podpiska bo'lmaganlar podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan reyslar haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib boramiz. Transportimiz ikkalasiga ham passajirlar joylashyapti. Har bir yo'lovchiga shunaqangi chamadonlardan ikkitadan bepul. Ko'klarimiz joylashib ketishyapti. Joylashib oldilarmi akalar? Qalay avtobus ichilari zo'rmi? Yaxshi yetib olinglar. Avtobusimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Mana zaryadliklar har bir passajir uchun alohida pandoschalar, ruchnolar qo'yiladigan joylar, orqada oldida alohida monitorlari ham bor. Yo'lovchilarimiz mana joylashib o'tirishibdi. Shoshish nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Kanalga bemalol podpisatsiya bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.